Qadoqlash korxonalar diqqatiga. Agar siz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlash yoki qadoq ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullansangiz, O'zagrostar Holding kompaniyasi sizni hamkorlikka chaqiradi. O'zagrostar Holding davlatimiz rahbarining tegishli qarori asosida tashkil etilgan mamlakatimizdagi agrar sohada eng yirik kompaniyalardan biri va uning asosiy vazifalaridan biri qishloq xo'jaligi yo'nalishida faoliyat yuritayotgan fuqarolarga yangi yondashuv asosida sifatli mahsulot yetishtirish va mahsulotlarning milliy brendini yaratishga ko'maklashishdan iborat. Agar sizning korxonangiz zamonaviy jahon standartlariga mos qadoqlar ishlab chiqarsa, tez sur'atlarda barqaror rivojlanishga tayyor bo'lsangiz, bizga o'z tijoriy taklifingizni yuboring. Sizdan quyidagilarni ham taqdim etishingiz talab etiladi. Qanday turdagi qadoq ishlab chiqarasiz? Minimal buyurtma soni va korxonangizning yillik ishlab chiqarish quvvati. Qadoqlar surati va narxi. Takliflaringizni ma'lum qilingan shartlar asosida post ostidagi havola orqali bizga yuborishni unutmang. Qo'shimcha ma'lumotlarni esa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin.